Shubani olsangiz hozir oling, ayni paytda avgustgacha vaqtingiz bor. Avgustdan keyin to'g'risini aytaman sizga 30% ga yaqin narxlar qimmatlashadi. Bizda qimmatlashmaymiz. Keladigan joydan narx qimmatlashadi. Bu yog'iga sezonga qanchalik yaqinlashganingizda sari narx-navo ko'tarilib boradi. Hozir olishingiz yana bitta zo'r tarafi razmerlar bo'ladi. Razmerlar butun paytda. Talash bo'lmayotgan payt. Sezonda kelasiz, undan razmer yo'q, bundan razmer yo'q, qiynalib qolasiz. Qarang. Sarpalaga olib qo'ysangiz zo'r narsa. Yoqali shubadan kelgan. Paltolarimizdan ham kelyapti. Hozir ko'rsatganim narxi arzon chiqqani bilan, lekin kачествоsi juda zo'r. Juda zo'r kачествоda material teksturalarni ko'ring. Skromniy, lishniy detallari yo'q. Rasmlarni alohida tashib beramiz. Rechkadan yozsanglar, Norka nimchamizdan ketdi. G'ijim holatida ko'ryapsiz hozir. Sifatini videodan ham ko'ryapsiz bo'ladi. Ko'ryaptim kачестволari. Juda zo'r kачествоda. Ko'cha-ko'ydagi kачествоlar bilan solishtirmaysizlar. Har xil rasvetkalardan bor. Kelgan oxirgi korobkamizda vязанный bo'lish kerak-da. Vязанный. 90 santimetrligi. Bu yoqda har xillari ham bor. Hozir olib kelaman sizlarga. Onaxonlarga olib bersanglar juda zo'r narsa, yengil narsa. Narxi ham unaqa qimmat chiqmaydi. Rasvetka eng glavniysi katta razmerlari ham bor. Bilasizlarmi, shu 60-dan yuqori razmerda kiyadigan ayollar og'ir narsa kiyishsa qiynalib qolishadi yurishga. Qishki kiyimlardan mana shunaqa olib bering, katta razmerlari bor. Issiqqina ushlaydi, komfortni, mazza qilib yurishadi. Ko'rsatilgan tovarlarning narxi bo'yicha shunday skrinshot qilib olasiz, lichkaga o'tsangiz narxlarini aytamiz. Profilimizga hali podpiska bosmagan bo'lsangiz, podpiska bosishni esdan chiqarmang. Zo'r narxlarda chiroyli chegirmalar qilib turamiz. Ko'rishguncha. Adresni yozib keting, lokatsiyani tashlab beramiz.